juda yaxshi bo'lib ketsam kerak endi. Nasib bo'lsa albatta 40 kunga qayta kelasiz. Shunday qiynaldim. Agar 40 kundan keyin qayta nasib bo'lsa kelasiz, yana ham ko'ramiz. Salomlashaymi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'risini aytsam, jonli efirlar o'tkazolmayotganimdan shunaqangi xijolat chekyapman. Sababi birinchi o'rinda YouTube'da podkastlarimiz qo'yilyapti. Shu sababli jonli efirlarda qo'ymay turing deyishyapti. Ikkinchi o'ringa esa har juma kuni biz aynan jonli efir o'tkazardik. O'sha kuni biz Toshkentda bo'lyapmiz hozir. Shuning to'g'risini aytsam qiynalyapman. Hozir biz aynan lazer muolajasi bilan birgalikda plazmafariz muolajasini amalga oshiryapmiz. Soat millari o'zi bilmayman, soat necha bo'lib ketdi? 5:30 bo'libdi. Chunki shu paytgacha bemor ko'rdik. Toshkentda 3 kun bo'lganligimiz sababli bemorlarimiz ancha-munchagina yig'ilib qolishgan ekan. Kimda qanaqa savol bor? Kimga nima deb javob beray? Kimda qaysi muammo bor? savolga javob beraman. Bugun shedirayman. Bugun savollaringizga javob beraman. Aynan qanday toraytirishni biz ikki xil yo'l bilan amalga oshiramiz. Birinchi yo'li bu lazer usulida. Bunda bitta protseduramiz $200. 2,400,000 so'mda gapiradigan bo'lsak. Ikkinchi agar xirurgik yo'l bilan bo'ladigan bo'lsa, buni biz $700 atrofida qilib beramiz. Toshkentda ham, Shahrisabzda ham bir xil narxda. Homiladorlarga mumkinmi? Yo'q, homiladorlarga mumkin. Homiladorlarga lekin boyagidek kandiloma chiqqanda olib tashlaganman. Vaziyat taqozosi bilan, lekin aslida homiladorlikda hech kimga hech narsa qilmaslikni tavsiya qilaman. Ustoz shogirdingiz aytuvding, nima bo'lish kerakmi? Kimga o'rgatasiz? Ko'p shunaqa. Shu bo'yicha ko'p savollar kelyapti bizga. Ginekolog mutaxassis bo'lsa yaxshiroq. Lekin kecha ustozim bilan gaplashib ko'rganimda hamshiralarni ham o'qiting dedilar. Hamshirani ham o'qitamiz. Agar hamma narsani tushuntirib, gaplashib, shunga qarab Toshkent sharoitida ham, bu yoqda ham bemalol. Ichki tashqi razvedkadan keyin qancha vaqtda aloqa qilsa bo'ladi? Shaxsan men o'zim agar xirurgik tikib qiladigan bo'lsam 3 oydan keyin deb aytaman. Agar tug'ruqdan keyingi holat bo'ladigan bo'lsa, kamida 2 oylar o'zlarini saqlashlari kerak. Hech bo'lmasa chilla chiqquncha. Shimanda qishish paydo bo'lib qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Birinchi o'ringa mazok topshiring, javobiga qarab dori-darmon qilsangiz bo'ladi. Agar umuman iloji bo'lmasa, mana bunaqa ahvolda lazer ham qildirsangiz bo'ladi. Yiringlik ajralmalarga 2 oylik homilam bor, ham qizlanyapti. Siz hozir bu homilangiz bor paytida unaqa ortiqcha narsalar qila olmaysiz. Shuning uchun xlorofillipid 1,5 litr qaynab ilingan suvga tik qapqoq solib tahorat qilib, metatsil svichasi 5 kundan 7 kungacha qo'yishingiz mumkin. Hech qanaqa zarar bermaydi. Mana shunday qilamiz. 20 haftalik homilador ekanlar. Ozgina qon ketdi, o'ziga bordi, yo'ldosh pastga dedi. U ko'tariladimi? Agar to'liq yo'ldosh pastga joylashgan bo'lsa ko'tarilmaydi. Qisman joylashgan bo'lsa ko'tariladi. Agar juda ham bilgilari kelayotgan bo'lsalar, meni 97lik 382 83 77 nomerimni saqlanib qilib Telegramga tashlasalar ko'rib beramiz. Bir xil e'tibor bersinlar, diagnozga qisman deb yozilganmi, to'liq deb yozilganmi. Agar to'liq joylashuv bo'ladigan bo'lsa, u ko'tarilmaydi. Bunaqa ayollar shunaqangi ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa ayollar aksirganda yoki yutalgan paytida ham bu ayollarda qon ketib qolishi mumkin. Mana shu joy ozgina bilinadi, opa. Hozir. Toksikozman, 6 haftalik homilam bor. Nima qilay? Toksikozlarga eng yaxshi tavsiyam ko'proq suyuqlik ichishlari kerak. Kim bola hozir yozgi kuni ular suyuqlikda ichmasa, undan battar ularda boyagi qusishli natijasida bu yoqqa suyuqlik chiqib ketaveradi va bu chiqib ketishi natijasida aynan nima deydi, organizm suvsizlanib qoladi. Bunaqa paytda suyuqlikni ko'proq ichish kerak. Keyin men eng yaxshi ko'rib ishlatadigan dorim Normadox. Ayollarimga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Normadox ichsalar bo'ladi.
faqat bir tabletka bir mahal kechqurun ichadilar. siydik ushlamaslik nima maslahat berasiz? Mana shu opani hozir aytib o'tdik. Opamni 47 yoshdalar. Shu siydikda ushlamaslikdan bezor bo'lib oldimizga kelganlar. Sistit mana shu narsalar. Birinchi o'ringa kelasiz, ko'ramiz. Siydik ushlamaslik ikki xil yo'l bilan bo'ladi. Birinchisi nervga nima deydi? Nerv tomonidan, ya'ni asab tizimi tomonidan. Ya'ni o'sha o'yladimi, asab qildimi, o'sha peshob qilgisi kelib qoladi. Bir xil ayollarda esa siydik yo'llari tushib qoladi. Mana opamda ham hozir ham siydik yo'li devori, tepa devori tushib qolgan, ham siydik yo'li sfinkteri bo'shashib qolgan. Yoshlar katta bo'lavergandan keyin aynan organizmda estrogen kamayib boraveradi va buning natijasida aynan o'sha sfinkterlar bo'shashib boraveradi. Masalan, tasavvur qiling, qiz bola paytimizda bir kun darvoza bo'lsa ham yuraveramiz. Lekin hozir yoshlar o'tib, yosh kattalashavergandan keyin hattoki bu namozga tahoratni ushlashda o'zi muammolar paydo bo'ladi. O'sha kuni bitta ayolim keldi. Doktor, sizga kattakon rahmat. Hech bo'lmasa asrdan shomga ulgurishni boshladim dedilar. Kuniga 8 ta ichki kiyim latta dedilar chog'im. Prokladka yuvar kalla o'sha 3 taga tushdi dedilar. Zo'r natija, to'g'rimi? Oqartirish ham bormi? Menga oqartirish muolajasini olsam bo'ladi. Homiladorda yo'q bo'lganimdan keyin hammasini qildiraymi? Yo'q, siz hech narsa qilmang. O'zi homilador paytida pigmentatsiya kuchayib ketadi. Siz men oqartirganingiz bilan tuqqunizcha yana qorayaveradi u. U gormonal bo'lyapti-ku. Juda ham yaxshi Polginax. Polginax 3 ta infeksiyaga ta'sir ko'rsatadi. Qayg'im ketganidan keyin 3 kundan so'ng o'zidan turli qon keladi. Ko'pincha adenomioz, endometriozga xos, buni ko'rinishi kerak. Spiral bo'lsa ham, spiral iskirsa ham shunaqa hadlar kelishni boshlaydi. Bezuk qilib qo'yish telefonni. Assalomu alaykum. Tashqi tarafdagi qichish boshqa narsa, ichkaridagi qichish boshqa narsa. Keyin doimo xotin birga dori ichishlarini tavsiya etaman. Agar qichishish ancha paytdan beri bo'layotgan bo'lsa, eng yaxshi narsa turar joyingizga poliklinikaga chiqsangiz ham qilib beradi. Aynan mazok topshiring. O'shandan keyin yana qichishish disbakteriozdan ham bo'ladi. Antibiotiklar ko'p olib qo'yadi-ku. O'shanaqa ayollarimizga ham o'sha mikroflora o'zgarib ketib, qichishishlar bo'lishi mumkin. Eng birinchi o'ringa qichishish qaysi joyda? Qin yo'lidami yoki tashqi tarafdami? Men shu yerdaman, ha? Qachon Toshkentga, qachon shaharga borishni? Men hozir Toshkentda 3 kun bo'lyapman. Juma, shanba, yakshanba. Dushanba kunidan bu yerda bo'lamiz. Kecha ayrim sabablarga ko'ra Toshkentda qolib ketdik, biz o'qishlarimiz bor edi. Juda ko'p kuzatuvchilarimiz bizda Toshkentda yashaydi deb o'ylarkanlar. Yo'q, biz Toshkentda yashamaymiz. Bizning vatanimiz bu yoq. Toshkentga haftasiga ishga borib turamiz. Spiralim yo'q, shetka lazeri buyurishdi mumkinmi? Ha, bemalol. Menimcha erozion kuydirishda aytib qiluvchi. Manda qayt qoldi va keyin tilim kengayadi va ovoz bo'ladi. Keyinchalik yana o'z holiga keladi. U nimadan? Ba'zida tortishib og'riq bor. U o'sha gormonlar natijasida bachadon elastikligi oshadi. O'sha paytda shuning natijasida bo'ladi. Ha. Normal. Kimlardir ko'kragi og'riydi, kimlardir asab qilib yig'laydi, hayz olib, kimlardir beli og'riydi. Mana shunaqa.
Assalomu alaykum. Labiaplastik yaqin toraytirish va oqartirish jami necha foiz? Labiaplastikani to'g'risi $300 qilib beraman. Holatingizga qarab sizni kasal kelishtirib berishim mumkin. Lekin Toshkentda ham, bu yoqda ham narximiz bir xil, chunki lazer apparati yordamida qilamiz. Hech qanaqa og'riq, bir ukol qilgan paytimda og'riq sezmasangiz, og'riqlar sezmaysiz. Oqartirishimiz $100. Agar lazer intim bo'shatirishda o'zini olmoqchi bo'lsangiz $200. Shunda jami $600 bo'ladi. Agar kelsangiz hammasini birga olaman desangiz, kelishtirib yordam beraman. Savollar eshitmadim, qayta javob bering. Shuni aytib qo'yamiz, eshita olasizlar. Men qaysi savolni eshitmaganingizni javobini bilmayman. Bu video qo'yiladi, bemalol eshitishingiz mumkin keyin. Manda yuradigan vaqtimga havo chiqadi. O'sha tomonimdan ayniqsa hayzim kelganga bilinadi. Nima qilay? Shu boyagi ayollar aytgan gapimizda, o'sha hayz kelgan paytda gormonlar natijasida bo'ladi. Holatlarni ko'rishimiz kerak. Holat ko'rmasdan turib birovga biror narsa deya olmayman. Keyin bitta narsani uncha tushunmayman. Ayollardan telefon qilishadi-da, menga necha pulga qilib berasiz shu ishni deyishadi. Siz qanaqasiz, kimsiz, sizni yoshingiz nechida, sizni kasalingiz qanaqa, sizni individual holatingiz qayerda? Men uni bilmasdan turib sizga mana bunday qilib yaxshi bo'lasin deb ayta olmayman-ku. Yoki ayollar kelishadi, o'zlariga lichini yozdirishadi, erimga ham yozib bering deyishadi. Ammo u erkakni ko'rgan bo'lmasam, qanaqa ahvolda, nima holati bor, u erkakni o'rganmasdan turib men qanday qilib lichini yozib beraman? Shuning uchun keling, ko'rining, konsultatsiyani nima deydi, ko'rib, biz hech kimni ushlab qolib, yotqizib qolmaymiz. Bir holatingizni ko'ramiz. Holatingizga biror nima qilib bera olsam, qilib beraman deb aytaman, kuchim yetganini. Qila olmasam, qila olmayman deb aytaman. Unaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Plastik operatsiya va yigitlar qancha bilan qilasiz? Men ijika qilmayman. Men sharoitim ijika qilishga ruxsat bermaydi. Ijikani qildirib bera olaman laparoskop apparati yordamida 2 milliongacha. Bu anini plastika qilishimiz esa 10 milliongacha bo'ladi. Agar ijika bilan qilib beradigan bo'lsak sizga. Siz nima deyapsiz, opajon? Meni savol berasiz. Hozir men aytishish bilan keldim-ku sizga. Shu doktorlar aytdi-da, siz eringidan davolanish kerak. Siz davolanib, eringiz davolanmasa yuqaveradi. Hozir men borgandan keyin Dori yozib beraman sizga. erimdan yana yuqib qolgan. Baba, erimda bor yo'qligini bilmayman-da. Men dori yozib beraman sizga. Ayollar bizi doimiy ishlaydigan joyimiz, doimiy yashaydigan joyimiz, yurtimiz bu Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz shahri. Mana bu yoqdan shular. Shahrisabz shahri va biz shu yerda faoliyat yuritamiz. Bu yerda dushanba kunidan juma kunigacha bo'lyapman hozir. Keyingi ishlaydigan joyimiz Toshkent shahrida, Olmazor tumanida, Sebzor dahasida. Istalife klinikasi. Bitta ayol kommentariyaga yozibdilar Instagramga. Doktor aldaydi. Ishlamas ekan, Istalife klinikasiga bordim deb yozibdilar-da. Men har doim yakshanba kuni boraman u yerga. Men har doim u yerda ishlay olmayman. Bu meni har doim hammaga ta'kidlab o'tadigan narsam. Borgan kunimda bordim deb aytaman. Men o'sha klinikani aynan qaysi kuni borsam, shanba kuni boramanmi, yakshanba kuni boramanmi, ijaraga olaman. Butun klinikani ijaraga olaman o'zimga ishlash uchun. O'sha yerda UZI apparatini ishlatish, ginekologiya xonasida bo'lish, undan keyin esa operatsioniy xona, shular hammasi men uchun xizmat qiladi. Ijaraga olaman. Yetti oylik homilam bor opa. Turmush o'rtog'im bilan ajrashib qolgandik. O'shandan keyin
qornim tez qotib qalinglashib qolyapti. Bolani qimirlashi istagan. Hozir Qozog'istondanman. Javob bera olasizmi? Ha, javob bera olaman. Bu meni har kuni kunlik javoblarimdan bittasi. Sababi aynan o'sha bachadon bilan miya sistemasi bir-biri bilan bog'liq. Siz eringiz bilan urushganingiz uchun asab qilganingizga bachadoningiz qotib qolyapti. Bachadon siqib qotib qolgandan keyin bolaning harakati yaxshi bilinmay qoladi. O'sha kuni meni oldimga keldi, yuragi urmayaptimi, umuman qimirlamayapti deb keldi. Bolaning yuragi yaxshi urayotibdi. Prosta ayol yig'lab kelgan, asab qilib kelgan. Shunda ayolda nima deydi? Ruhiy siqilish, nagruzka bo'lganligi uchun bachadonga ham tonus bergan. Bola ham mana shu narsadan ta'sirlanyapti. Sizda hech narsa bo'lgani yo'q. Qo'rqmang. Asabni joyiga qo'yib, eringizni bitta quchoqlang, yaxshi bo'ladi, hammasi joyiga tushadi. Shu bolani berayotgan sizga eringiz bilan nega urush qilasiz? Eng birinchi o'rinda shu ayollarga uncha tushunmayman, eri bilan nima urush qiladi? Er bor-ku, o'zi bunday olsa, nechta farzandingiz bo'lsa, eng kattakon to'ng'ichi eringiz bo'ladi o'zi. Aslida bolangiz. Ha, erkatoya. Shu bolalaringizga qilgan muomalada qilib, chiroyli qilib muomala qilsangiz, erkak odamga nima kerak? Erkak odamga bitta yaxshi joy bilan qo'liga telefoni yoki televizor, qornidan to'yg'izsangiz bo'ldi. Erkakdan yaxshi odam yo'q asli. Tug'ruq jarayonini ham olib borasizmi? Homiladorlarni tug'dirasizmi? Homiladorlarni 2022-yilgacha tug'dirganman. Tug'ruq jarayonini hozir olib bormayman. Men o'zim xususiyimda ishlayman, radomda ishlashga to'g'risini aytsam, juda ko'p takliflar bo'ldi. Bu narsani qilmadim, lekin kelajakda o'zim tug'ruqxona ochish niyatim bor. Bu narsa meni azaliy orzularimdan, xudo xolasa, tug'ruqxonani ochganimizdan keyin o'zimizga davolangan ayollarni o'zimizga tug'diramiz, xudo xolasa. Juda tez asabiylashaman. Uyqum ham kam. Ba'zan uxlay olmayman. Magniy B6 doim ichyapman, lekin asabim juda tarin. Javob bera olasizmi? Ha, javob beramiz. Men boya bitta ayol keldi-da. Birinchi bolasini tuqqan ekan. Siz ham eshitdingiz-ku. Ikkinchi bolasi rivojlanmay qolgan ekanmi? Birinchi bolasi rivojlanmay qolib, ikkinchisini tuqqan ekanmi? Hozir yana kelyapti homilador. O'zi shu paytgacha 14-15 haftalikgacha boshqa odamga ko'rinib yurgan, boshqa vrachga ko'rinib yurgan. Hozir men oldimga kelyaptilar-da, endi siz bilan 9-oygacha deb aytayaptilar. Lekin ayol shunaqa asabiy. Nima deydilar? Bu bolani tug'sam ham shunaqa bo'lib qoladimi, rivojlanmay qoladimi, nima bo'ladi? Faqat gapi shu. Shunda men to'g'risini aytsam, men sizni davolay olmayman dedim. Sababi ayol o'zini asab sistemasini o'zi qo'lga ololmasa, u Amerikaga olib borib, vakuumni ichiga tiqib qo'ygan taqdirda ham u miyasidan qochib qutula olmaydi. Uni eng zo'r kuchli doktorga olib borsangiz ham uni yaxshilab qilib bera olmaydi. Eng birinchi o'rinda asab sistemasi turadi. Ruhiyatda qo'yib yuborish kerak. Siz o'zingizni tinchlanmasangiz, narsa qilmasangiz, u magniy ichasizmi? Yoki bo'lmasa, mana ushlab turaman. Magniy ichasizmi? Qanaqa dori ichsangiz ham ta'sir qilmaydi. Shunaqa ayollar bo'lgan, men o'zimni praktikamda qin yo'liga teginish qiyinda, vaginizm degan narsa bor. Hattoki narkotiklar berib ham ayolni uxlatib qo'yib ham o'sha qin yo'llariga teginilmagan holatlar bo'lgan. Shuning uchun uni asab sistemasi birinchi o'rinda turadi. Siz eng yaxshi narsalar bor. Birinchi asab sistemasini tinchlantiradigan narsa shukronalik bu. Ya'ni boriga shukr qilish. Hozir yashab turganimizga, ko'zimiz ko'rib turganiga, tilimiz biyron bo'lib gapirayotganiga, yeyotgan ovqatimizni yeyotganimiz, mana shuni o'zi eng katta bizning shukronaligimiz. Yaqinlarimizda oldimizda bo'lishi. Siz birinchi o'ringa o'zingizga savol bering. Men har doim aytaman, men oldimga kimdir kelsa, mana shu narsani gapirganda, to'g'risi psixologiya bilan ham shug'ullanamiz ozginagina. Men oldimga kelganda ayollarga aytaman men. Xo'sh, muammo nima deyman? Kimdir aytadi, erim yurib ketgan, kimdir aytadi, bolam bunaqa, kimdir aytadi, xullas hamma o'zi muammosi aytadi. Xo'sh, shu narsa shunday bo'lib, shunaqa bo'lsa, nima bo'ladi? Ha, mana shu o'limdan boshqa hamma narsa iloji bor-ku.
siz avval o'zingizga savol qo'ying. Siz nimadan o'zi asabiylashyapsiz? Shu asabiylashishingizga sizga arziyaptimi biror nima? Shu narsani hisobga oling. Masalan, men oldimga bugun kun davomida 40-50 dan oshiq bemorni ko'rdim. Menga kelib hammasi o'zining muammosini aytdi. Endi men shuncha odamga qo'shilib asabiylashishim kerak. Meni yashashim, meni hayotim, meni xo'jayinim, meni farzandlarim, men kerakman ularga, ota-onamga kerakman. Men shuncha odamga qo'shilib dardini eshitaman o'sha paytda. Dardlashaman. Lekin ana shu narsani o'zimning yuragimga yaqin olmaslikka harakat qilaman. Siz ham xuddi shunaqa. Nimadan asabiylashyapsiz? Siz birinchi o'ringa o'shanga savol bering. O'zi asabiylashishingizga arziydimi? Shu narsani savol bering. Agar shu savolga javob topsangiz, sizga magniy ham kerak emas, san'at ham kerak emas, hech qanaqangi hech narsa kerak emas. Agar bunga javob topa olmasangiz, dori-darmonlar sizga ana bermaydi. Foyda bermaydi. Assalomu alaykum otajon, meni ikkita bolam bor, o'zim chiqqandan keyin qolgan. Kunlarim vaqtim bo'ladi. Eng yaxshi narsa uy sharoitida kegel mashqlarini qiling. Eng yaxshisi o'sha. Agar kegel mashqlarini, masalan, men oldimga keladi ayollar, doktor bo'lmaydi. Qanishda bo'lmaydi? Bugun qilib, bitta qilmasangiz, 4 kun qilib, 5-kun qilmasangiz bo'lmaydi u. Uni siz har kun muntazam shug'ullanishingiz kerak. Eng oddiyini tushuntiraman har bir ayolga. Buni xohlagan joyingizda qilishingiz mumkin. Masalan, telefondan gaplashib o'tirgan paytda ham qilishingiz mumkin. Chuqur nafas olasiz. Anal teshigi bilan aynan ona joyingizni qisasiz. U qancha qisilib tursa, shuncha yaxshi mashq hisoblanadi. Mana shu narsani kuniga 60 martagacha qilish kerak bo'ladi, o'zi asli. Shuning uchun mana shu mashqni qilib ko'rishingiz mumkin. Undan ham yaxshi YouTube'ga kirsangiz, shunaqangi zo'r kegel mashqlarini aytadi. Yo'q, doktor, bu narsalar qilmayman, boshqa narsalar ayting deydigan bo'lsangiz, gel yoki bironta bir nima edi, sevichalar bu narsani yaxshi qilib bermaydi. Yo lazer usulida, yo qinni xirurgik toraytirish orqali mana shu ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Men har bitta ayolimni eroziyasini kuydirganimda birinchi o'ringa avval tekshirib ko'raman testda. Agar xavfsiz holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha eroziyani kuydirganimda ayolimga aytaman, 40 kundan keyin qayta kelasiz. Agar bitmagan bo'lsa, men yana qilishim mumkin deyman. Sababi eroziya bir martaga yo'q bo'lib ketadigan narsa emas. Agar lazer apparat yordamida bo'lsa, hech qanaqa ziyon bermaydi. Muncha yaxshi. Muncha yaxshi. Yangi kirganlar qanaqa amaliyot bajaryapsiz deyishibdi. Aha. Men hozir lazer mana odatda og'rimaydi. Lidokain sepib qo'yaman. Har zamonda boyaga teriga kelgan joyida ozroqgina og'riqlar bildirishi mumkin. Mana ayolim olyaptilar hozir, deb qo'yaptilar teriga kelgan paytiga. Ichkani sezganlari yo'q. Keyin lazer mo'ljalarini biz aynan peshob ushlolmaydigan ayollarga, qin devorlariga ishlov berish uchun qilamiz. Ayolimiz mana 47 yosh, 47 yildan beri eskirgan to'qimalar, mana bu sfinkterlar, mana shular bo'shashib yotibdi. Mana shularni yaxshilash uchun qilamiz bu narsani. Buni to'g'risini aytsam, aynan praktikamda yangi bo'lgan kelindan boshlab 83 yoshli ayolgacha qildim. 5 yil bo'ldi bu ish bilan shug'ullanayotganimda. Xudoga shukr, juda ham yaxshi. Faqat insonni o'zini individual holatiga bog'liq. Mendan har doim kafolat berasizmi deb so'rashadi. Birinchi o'ringa men organizm uchun hech qanday kafolat bermayman. Lekin aytaman, meni qilayotganim 50% seni ishingni yaxshilab beradi. Seni kasallikni yaxshilab beradi. Undan u yoqdagi narsa seni muammong. Chunki uyingga borib og'ir ko'tarishing mumkin, ichi qotishi mumkin, masalan, issiq sovuq bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda albatta o'zingizga asrashingizga to'g'ri keladi. Aytaymi?
Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, biz muolajamizni tugatyapmiz. Hozir ayolimizga faqatgina nima deydi, plazmafaris muolajamiz qoldi. Buni siydik yo'li atrofiga ukol qilamiz. Agar kimdadir shunaqa muolajalarimizga qiziqish bo'lsa, mayli, kelib bitta konsultatsiya olib keting. Sizga kerak bo'lsa kerak deb aytaman. Masalan, boya bitta ayol keldi, senga hech narsa kerak emas dedim. O'sha kuni Toshkentga keldi. Boyagi kresloga ham o'tirib ko'rdim dedi, doktor Dga borib dedi. Unaqa ham qilib ko'rdim, bunaqa ham qilib ko'rdim. Mendan havo chiqadi doktorda. Lekin men shunday qinyuvlarni ko'rganimda, qinyuvlar juda ham yaxshi, bachodan bo'ylari top-toza. Senga hech narsa kerak emas. Bundan ko'ra kegel mashqlarini qilib yur dedim. Shuning uchun sizni holatingizni ko'raman. Sizga agar tikish kerak bo'lsa, tikish kerak deyman. Sizga agar lazer kerak bo'lsa, lazer kerak deyman. Sizga agar faqat dori-darmon bilan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, dori-darmonni aytaman. Bu nima deydi, hamma narsa borib manfaatga taqaladigan narsa emas. Shuning uchun sizlar barchalaringizga sog'lik tilayman, sizlar yaxshi ko'raman, bemalol kelishingiz mumkin Toshkent shahri va aynan Shahrisabzga.